Telefonni tuzatib keldingizmi? Telefoning haligi Ha, nima bo'ldi? bilasanmi? Sening dorisiga pulimiz yetmay qolgandi. Xo'p, oyi, u dorilarga meni telefonning nima aloqasi bor? Xullas, sening dorilarni olish uchun telefon sotishga majbur bo'ldim. Nima? Telefonimni? Xavotir olma. Tez kunda dadang pul jo'natadilar. O'shanda birinchi o'rinda senga telefon olamiz, xo'p? O'zi telefoning eskirib qolgandi-ku. Kecha sening mazasi askina bo'lmay qolganda, dorilar qolmagandi. O'g'lim, shuning uchun sotishga majbur bo'lib qoldik. O'zi nimaga menga yetmasdan sotasizlar? Nimaga? Bolam, haligi o'zingni bosgan. Sening dorilarga pul yetmaydi. Nima qildi endi shunga men telefonimni sotish kerakmi? Menga yetmasdan sotgansizlar. Maktabda o'zi ham ustimdan kulyapti. Hattoki eng yaqin o'rtoqlarim ham. Navbatda kurslarni qo'laysizlarmi? Sizlarga shu kerakmi? Bo'ldi, o'zingni qo'lga olgin. O'sha telefon seningdan aziz bo'ldimi? Seningda o'zi mazasi yo'q. Oyi, Bo'ldi, qilma. yetmasdan sotasizlar. Bo'ldi, o'g'lim, og'iramayapman-ku. Bolam, nima qilganing? Menga yetmasdan sotasizlar. Voy, nima qilyapsan? Oyingga bu hay asli. Oyingga shuna qo'l ko'tarma. Aralashmang. Qo'sh dedim, aqllanay bu seni. Qo'sh dedim. Aralashmang. Onangga qo'l ko'tarma. Ay, Nima qilganing? Nima qilganing? Oyjon, ko'zingizni oching, oyjon. Iltimos, qo'rqmang, oyjon. Oyjon, iltimos. Qo'rqmang, oyjon. Dadasi, tezroq keling. Sizsiz juda ham qiynalib ketdim. Oilada o'g'il bolani tarbiyasida otaning o'rni juda ham muhim ekan. Onangiz ham yaqinda bir o'limdan qoldilar. Agar o'sha payt qattiqroq yiqilib, o'lib netib qolganlarida sizga nima deb javob berardim? Asrorning taqdiri nima bo'lardi? Xayriyatga qon bosimlari ko'tarilibdi xolos. Lekin shuncha bo'lib o'tgan voqealarni ko'zingizga qarab qanday ayta olardim? Nima qilaman bilmayman. Lekin eng asosiysi, biz uchun uyimiz zo'r bo'lmasa ham, qimmat kiyim, qimmat narsalar olmasak ham qozonimiz qaynab turganiga shukr. Sizni juda ham sog'indik, dadasi.